Xitoyliklar yerimizni bosib oladi. Biz keyin o'z yurtimizdan ayrilib qolamiz. Bunga qarshi boykot qilishimiz kerak. Temalar sizlarni ham joningizga tekkan bo'lsa kerak. Xitoyliklar kelishi juda ham yaxshi. Bizning xalqimizda bu arzonlashtirish, ya'ni arzonchilik kelib chiqadi. Chunki ko'p tadbirkorlarimizda bor, noinsof tadbirkorlarimizda bitta produktga 100 so'm ketsa, 2000 so'm qilib sotadi. Hozir ular sarosimaga tushib qolganligining sababi o'shancha foyda qila olmasligida. Kirib kelayotgan xitoyliklar bizning yerimizni egalik qilish uchun emas, balki shu yerda o'zini biznesini rivojlantirish. Kerak bo'lsa, hattoki biz Xitoyga borishligimiz uchun vizani ham o'zbek fuqarolariga olib tashladi. Bu nimadan? Ya'ni siz ham Xitoyga borib biznes qiling, o'zingiz biznesingizni rivojlantiring, ular ham bu yerga kelib o'zini ishlab chiqarishini qilsin. Bizning o'zbek tadbirkorlarimiz o'rtasida raqobatni keltirib chiqaradi. U bular esa sog'lom raqobatga kiradi. Xitoy esa raqobat bo'yicha dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Chunki u ham dizayn bo'yicha ham o'zini foydali, yaxshi, kачествовали narsalari bilan dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi. U hattoki ishlatayotgan iPhone'ingizni, kiyayotgan tursigingizgacha даже Xitoydan keladi. Boshqa brendlar ularga zakaz beradi, ular ishlab chiqaradi. Shaxsan men ham masalan Xitoydan tovar olib keladigan bo'lsam, juda ham arzon. Bizga nimani hisobiga qimmatlashini hisobi, birinchidan kargo, ikkinchidan tamo'jning hisobiga, uchinchidan arenda, nalog, soliqlar hisobiga bu narsa qimmatlashadi. Aslida siz ishlatayotgan narsalar Xitoydan kelishi kopeyka. Endi tasavvur qiling, Xitoydan o'sha kopeykadagi narx o'zimizdan O'zbekistonda ishlab chiqarilsa-chi, kargosi besplatniy bo'ladi, tamo'jnisi besplatniy bo'ladi. Bemalol siz mana shu ikkita narsadan qutulasiz. Ya'ni endi misol uchun tadbirkorlar bizani yerimizni olib qo'yadi deydigan bo'lsanglar, Xitoy qanchalik darajada katta davlat ekanligini bilasizlarmi? Agar bilmasanglar, Google'ga yozsanglar, karta chiqarib beradi. O'zbekistonga o'xshagan kichkinagina davlatdan Xitoyda bilasizlar, 100 mingta uni kartasini, uni yer maydonini O'zbekiston bilan solishtirish o'zi katta xato. Chunki Xitoy bu juda ham qadimiy davlat, yer jihatdan, karta jihatdan ham juda ham katta davlat. Ular bizani yerimizga o'lib o'tirgani yo'q. Ular просто sotib olyapti. Nimaga? Arendasi qimmat bo'lmasligi uchun. Ertaga bizani arendatorlarimiz shunaqa-yu, agar zo'r rivojlanib ketaversa, sразу двойной, тройной narx qo'yib tashlaydi-yu. O'shanaqa bo'lmasligi uchun keyin bizani yerlarimizni olsa, ularga foyda. Misol uchun mana Minerva City'ni oldi deydi. Minerva City'ni hali ham o'sha vaqtda Jahongir Ortiqxo'jayev vaqtida bitta hindistonlik mashinnikdan qutqarib qoldi. Bo'lmasam hozir nechta odamlar uyga to'lov qilib uyini qurib bitkaza olmay yurgan bo'lardi. Agar o'sha joyda katta-katta fabrikalar, zavodlar qurilsa, sizu bizga yaxshi-ku. Uyimizni yonida arzon narxda sotib olamiz-ku. Bu bizani O'zbekiston iqtisodiyotida juda ham katta ta'siri bor, plyusga. Hech qachon minusga ishlamaydi. Shuni esingizdan chiqarmanglar. Keyin Xitoy, butun dunyo davlatlarida Xitoyda o'zining investorlari bor. Ular faqat bizani O'zbekistonga kirmagan xolos. Dubayda ham bor, Amerikada ham bor, Rossiyada ham bor. Butun davlatda Xitoylar ishlaydi. Ular o'zi narsa sotib olgan, yer sotib olgan, kerak bo'lsa fabrika, zavodlarni o'sha yerga qurgan ishchilari bor. Bu yangilik emas. Просто biz eng oxirgi davlat sifatida xitoyliklarni o'zimizning davlatga chaqirib olamiz. Birinchidan ish o'rganish uchun, ikkinchidan tajriba almashish uchun, uchinchidan esa shu narsalarimiz arzon bo'lishligi uchun. Bu meni fikrim. Endi tepada o'tiradiganlar ham ahmoq emas. Ular sizdan, bizdan ko'ra umumiy dunyoni kezgan, fikrlash doirasi keng, kelajagini ko'ra oladigan insonlarni boshliq qilib qo'yadi. Vazirlar ham, hattoki bizning prezidentimiz ham juda ham yaxshi biladi, qayerga, qanday maqsadda investorlarni jalb qilish kerak, nimaga chaqirish kerak. Endi bu meni fikrim. Yerimizni olib qoladi deydigan bo'lsangiz, bu xato fikrlisiz. Chunki yerimizni bizani davlatimiz daxlsizligi aligisida qo'riqlanadi. Hech qaysi bir davlat kelib o'z-o'zidan yerimizni tortib olib qola olmaydi. U odamlarimizning o'rtasida vahima qilishinglar bu o'zi katta yomon narsa-da. Vahima qilmaslik kerak. Sodda odamlar bor, ko'p narsaga tushunmaydigan odamlar bor-da. Keyin sizlar boykot qilish kerak, kurashish kerak, qilish kerak, jalba qilish kerak deb olsizlar-yu. Bu o'z-o'zidan yo'q joydan o'zingiz bilmagan holatda haligi to'ntarilishga sababchi bo'lib qolasiz-da. Unaqa bo'lmaydi. U hech qachon bunday ishga haligi aralashmaganinglar ma'qul. Davlatimiz rahbari juda ham aqlli inson. Ular bizga faqatgina yaxshi bo'lish tarafdorida. Hech qachon ularni mana O'zbekiston ularni ham davlati, ularni ham vatani, ularni ham yurti. Hech qaysi inson bizani unday qilib Xitoyliklarga mana yerimizni sotdik bo'ldi, olinglar, biz qochib ketamiz degan fikr yo'q. Miyanglarda bunaqangi xom fikrlarni olib tashlanglar. Agar sizlar dunyo kezgan odam bo'lsanglar-da, shu aqlinglar yetmayotgan bo'lsa, balki qo'rqayotgandirsizlar raqobatdan-da. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz rivojlaning, o'zingiz o'sing. Haqiqatan ham agar misol uchun tadbirkorlar bizani nomimiz yarimta bo'ladi, xitoyliklar endi kelib bizani klientlarimizni olib qo'yadi deydigan fikr keladigan bo'lsak, unga ham yechim bor. Biz musulmon davlatmiz. Bizda birinchi o'rinda Allohga ishonadimiz-da. Demak, rizqni kim beradi? Xitoylikmi yoki ko'chadagi 4 ta klientmi yoki Allohmi? Bizda yonimizda 1000 ta xitoylik kerak bo'ladigan bo'lsa, 1000 ta xitoylik 50 so'mdan narsa sotsin, lekin siz 100 so'mdan tovar soting, peshonangizda bugun ne so'm foyda qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, shu rizqni Xudo sizga beradi. Uning uchun ko'ngilni keng qilish kerak-da. Raqobatga qarshi kurashish kerak. O'z ustingizda ishlashingiz kerak. Tovarlaringizni arzonroq, sifatliroq xalqqa manfaat keltiradigan narsalar ko'proq sotishingiz kerak. Ana o'shanda siz hech kimdan qo'rqmaysiz. Kerak bo'lsa bir devor xitoylik qo'shningiz, misol uchun kartoshka sotib o'tirgan bo'lsa, siz 1000 so'mlik soting, u 200 so'mlik soting. Любой momentda любой sotuvchi o'zining tovarini qimmat narxga sota oladi, agar u gap bilsa yoki bo'lmasam klientini fikrlashini yoki psixologiyasini bilsa, ikkita produkt bir xil bo'lgan taqdirda ham o'zining produktini maqtash xususiyatiga ega bo'ladi. O'shaning uchun hurmatli o'zbekistonliklar, xitoyliklar keldi deb sarosimaga tushib qolmanglar.